Assalomu alaykum jigarlar, charchamayapsizlarmi? Yana bir marta boshlangan hafta, boshlangan kun fayzli, barakotli bo'lishini tilab qo'ygan holda bugungi videomizni boshlaymiz. Bugungi video o'sha 2-3 kun oldin va'da qilingan videom, ya'ni futures akkauntlarni ikir-chikirlarigacha tushuntirishga harakat qilaman degandim. Mana shu haqda bugungi videomiz. Va agar video sizga foydali bo'lsa, erinmay ko'rib chiqsangiz sal cho'ziladi bu video. Agar bu foydali bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz va Silver Bulut YouTube kanali, Instagram kanali va Telegram kanallarimga podpiska bo'lib qo'yinglar jigarlar. Xo'p, boshlaymiz bo'lmasa bugungi videoni. Xo'p, cho'zib o'tirmayman. Mana bu dumaloqchadan suraman men. Sizlarga xalaqit berish mumkin. Xo'p, hozirgi kunda eng aktual futures akkauntlardan biri bu FundingTix. FundingTix shundan boshlaymiz. O'zi futures akkauntlarda 3 tami 4 ta yaxshi akkauntlar bor. Hozirgi kunda sanalayotgan bu FundingTix, FundedNext, TPT va TopStep. Mana shu 4 ta akkauntlar. Keyin MyFunded Futures bor, u ham zo'r. O'sha mana shu 5 ta Futures Pro akkauntlari eng yaxshilari va bularning ichida hozirgi kunda eng arzoni va ishonchliligi bo'yicha FundingTix yaxshi anaqada turibdi. Chunki FundingTixdan shaxsan o'zim pul yechganman. O'shaning uchun bemalol uverni ayta olaman, bundan pul yecha olasiz. Shaxsan men o'zim yechganman bolalar. Va narx jihatidan kelib chiqadigan bo'lsak, FundingTix hozirgi kunda eng arzon prop kompaniyalardan biri. Ya'ni sababi где-то hozirgi kunda chegirmalar bilan siz mana yozib qo'ygan, birinchi xaridingiz bo'lsa 35% chegirma va FT kodi bilan yana siz 20% chegirmani olishingiz mumkin. Bu degani siz 50 ming dollarlik shotni где-то 55-60 dollar atrofida sotib olsangiz bo'ladi. Va foyda maqsadi 2,5 mingga chiqarishingiz kerak va 2000 dollar zarar. Agar siz 2000 dollar zarar qilib qo'ysangiz, sizdan akkauntda olib qo'yadi. Maksimal kunlik yo'qotish yo'q. Minimal savdo kunlari 3 kun, ya'ni siz 3 kunda, 1 kunda o'tib qo'ysangiz bermaydi akkauntni. Va muvofiqlik, ya'ni inglizchada shunga tilim kelishmaydi. Consistency bor. Shunga tilim kelishmaydi, xafa bo'lmaysizlar. Mana shunisi sal qiyinroq 40%. Ya'ni bu degani siz ekzamida ham funded bo'lganingizdan keyin ham bu narsa amal qiladi jigarlar. 40% konsensusi bor. Xullas, hozirgi kunda eng arzon va eng yaxshi futures proplaridan bu FundingTix. Keyingisi TopStep ham zo'r. FundedNext zo'r. Hozirgi kunda u ham konsensus rolini olib tashadi. Yaqinda ustozimiz aytdi kanalda olib tashabdi deb. Bu ham zo'r va MyFunded Futures bor, u ham hozirgi kunlarda eng zo'rlari. Mana shu 3 ta 4 ta akkauntlarda Futures Pro kompaniyalardan siz bemalol akkauntni sotib olishingiz mumkin. Xo'p, va buni sotib olganingizdan keyin siz o'zingizni dashboardingizga kirib turib, futures akkaunt sotib olganingizdan keyin dashboardingizga kirib turib, TradeWait'ni platformasini o'zini Open TradeWait degan joyi bor. O'shani bossangiz, mana bunaqa parollaringizni terasiz va login degan joyini bossangiz, avtomatik sizga olib kirib ketadi va siz programmaga kirasiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, mana bunaqa bo'ladi. Xo'p, endi hozirgi kunda menda futures account FundingTixdan bitta qolgan akkaunt, menda bitta bor. Agar mana 49935 dollarda turibdi, hali foydaga chiqqani yo'q. Xo'p, endi agar siz 2-3 ta akkaunt olsamchi, qanaqa qilib bittasida ochsam qolganda ochiladi deydigan bo'lsangiz, mana bu yerda bundoq bossangiz, hozir menda yo'q. Group trading degan joyi bor. O'sha yerga kirib turib, gruppa qilib turib,
ishlatasiz. Ya'ni mana shu yerda grup trading bor, o'sha yerdan gruppa qilib olasizda, hamma akkauntlaringiz ulab olib turib, ulab olganingizdan keyin bemalol mana bu yerda masalan mana buy sell knopkasi bor, bitta kontrakt ochilib ketdi. Ochilib ketdi. $4 foydada yopildi. Xullas, mana shunaqa buy sell knopkasini bossangiz, zerka ochilib ketadi hozirgiga o'xshab. Xo'p, exit at mkt tugmasini bossangiz hamma pozitsiyalardan chiqib ketadi va kontraktlarni xohlagancha mana bu yerda ko'paytirib, ochib yopa olasiz. Ha, aytgandek, masalan, sizda ikkita akkaunt bo'lsa, ikkita akkaunt gruppa trade qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga 2 yozib turib buy ochsangiz, bittadan ochadi. Yoki 3 qilib turib, ikkita akkauntingiz 3 bo'lib turib buy deb bossangiz, zerka ochmaydi. Chunki 1.5 dan ocha olmaydi-da. Siz 4 qilib turib buy knopkasini bossangiz, ikkita akkauntingizdan ikkita kontrakt ochadi. Ya'ni siz bitta akkauntingizda nechta kontrakt ochmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda akkauntlar soniga ko'paytirib ochishingiz kerak. Buni esda tuting. Xo'p, endi buy sell knopkasini qanaqa qilib ishlatamiz, qanaqa qilib limitga qo'yamiz deganlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, mana 5 minutlik time frame. 5 minutlik time frame. Xo'p. Endi mana qilsangiz bo'ladi. Agar siz Trading View'ga ulamasangiz ham, shotdan ishlasangiz ham bo'laveradi. Mana shu platformani o'zida ham juda ham oson ishlash. Ya'ni, keling mana 5 minutlik FVE ga limitga qo'ymoqchisiz. Ya'ni sell limit qo'ymoqchimiz. Mana 4 ta kontrakt sell limit. Endi stop lossini mana bu highga qo'yamiz, to'g'rimi? Highga qo'yganimizda siz 4 ta sell limit qo'yapsizmi? Обязательно 4 ta buy stop qo'yasiz. Mana, ko'rdingizmi? Endi tepaga mana bundoq bosasizda 4 ta buy limit qo'yasiz. Mana shuni. Keladi, sizni limitkangizni ochganda 4 ta kontrakt ochiladi. Agar u stopga borsa, 4 ta buy stop limitlari bilan uchrashib, zerkalar o'z bir-biri bilan yeyishib, yopilib ketadi. Bu yerda stop loss degan narsani mana shunaqa qo'yiladi. Buyruqlar bilan qo'yib qo'yasiz. Yoki tepaga kelganda 4 ta sellingiz bilan 4 ta buyingiz uchrashadi, mana shu yerda zelka yopilib ketadi. Mana shunaqa qilib turib qo'yib olasiz. Faqat bitta narsani esda tutinglar. Gruppa bo'lsa, sizda 2-3 ta akkaunt bo'lsa, o'sha akkaunt bitta akkauntingizda nechta kontrakt ochmoqchi bo'lsangiz, o'shani akkauntlar soniga ko'paytirib oling. Masalan, 3 ta akkauntingiz bor. Siz 3 ta akkauntdan 4 ta kontrakt ocha olmaysiz. 6 ta ochishingiz mumkin. 2 tadan ochiladi. Yoki 3 ta bo'lsa 9 ta kontrakt qilib ochishingiz mumkin. 9 tani bo'lsangiz, har bittasida 3 tadan ochiladi. 3 tadan ochiladi. Stop lossingiz bilan take profitingizni ham o'zi avtomatik mana shunaqa qo'yaveradi. Tushundingiz-a? Bu narsani tushuntirishga harakat qilyapman. Va mana bu yerda deylik, limitkangiz kelmadi. Endi men buni har bittasini x qilib yopib o'tirmaysiz. Mana mkt ni bitta bossangiz, hamma buyruqlaringiz yopilib ketadi. Mana shunaqa qilib ishlasa bo'ladi. Endi qanaqa qilib Trading View'ga ulaymiz? Mana buni bosasiz, nastroykani. Xo'p, add-ons degan kirasiz va Trading View degan joyini aktiv qilib qo'yasiz. Mana bunga bossangiz, aktiv qilib qo'yman, aktiv bo'lib turadi. Meniki tayyor turibdi. Mana shunga qilib aktiv qilib olganingizdan keyin akkauntga o'tasiz, yo X qilib chiqib ketasiz. Buni aktiv qilib qo'yganingizdan keyin Trading View'ni ochasiz. Mana shunaqa qilib Trading View'ni ochib olamiz. Mana Trading View'ni ochib olganimizda Trader Weight degan anaqasi bor. Mana pastda turadi. Mana bundoq turib tepaga ko'tarib turib Trader Weight deb olsangiz, demak boshqa kletganda deyapti. Hozir ko'ramiz. Hop. Yo'q, bundan emas ekan. Birinchisidanmi? Mana meniki uje adashmasam, mana uje ochilib qolibdi. Mana. Agar mana bu yerdagi Product Kupit knopkalaringiz yoniq tursa, mana boshqasi kletkaga o'tkazaman. Mana o'chiq turibdi, to'g'rimi? Mana birinchisida bitta oknangizda ochiladi bu narsa mana. Hamma oynalaringiz ochilmaydi, mana bittasida ochiladi. Mana buy sell.
Mana bularda mana o'sha yo'q, unaqa narsalar yo'q. Mana. Mana bularda yo'q. Ko'rdingizmi? Endi mana bu yerga kirdingiz, Tradewait'ni bosingiz. Hozir mana o'sha yoniq senda deyapti. Mana buni bosganingizda oyna chiqadi. Ya'ni parol, loginlaringni ter deb. Parol, loginlaringizni o'sha futures account sotib olgan accountingizga kirib, u funding tixdan bo'lishi shart emas. Siz boshqa TPTdan olgan bo'lishingiz mumkin. Topstep, Funded Next farqi yo'q. O'sha qaysi futures brokeridan, prop kompaniyadan olgan bo'lsangiz, o'sha dashboardingizga kirib, o'sha yerda login parolingizni terib olib turib, mana bunda chiqqan oynaga shundoq kooperativ stavit qilib turib, bossangiz avtomatik tarzda mana bunda qilib turib, sizni akkauntingizga ulab beradi TradingView. Mana bu yerda balanslaringiz ko'rinib turadi. Faqat bitta akkaunt to'la olasiz. Hammasini emas, bitta TradingViewga bitta akkaunt ulanadi. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib turib ishlasangiz bo'ladi. Endi mana hozir qaranglar, boyagi ochilib ketgan buy sell knopkamiz bor-ku, mana bu yerda bo'ldi, mana ko'ryapsiz. Qarang, endi 5 minutga olamiz. Bu yerda qanaqa bo'ladi? Bu yerda xolasangiz, mana FVGdan sell olmoqchi bo'lyapsiz. Xolasangiz mana buni bundoq o'lchang. Mana bundoq qo'yib, targetingizni mana bu sell site'ga qo'ying. Mana 1 ga 4 deb o'lchangda. Ustiga bitta bosib, mishkani, mana ya'ni sichqonchani o'ng tugmasini bitta bossangiz, mana sozdать limit заявку degan joyi chiqadi. Lekin bu narsa mana bu yerda chiqmaydi, mana. Mana bu yerda chiqmaydi. Aynan mana satnashinani o'lchaydigan instrumentimiz ustiga bitta bossak, sozdать limit заявка degan joyi bor. Bitta bosasiz, mana o'zi tayyor chiqarib beradi. 0 risk bilan. Mana $145 stop loss deyapti, mana xayr. Bitta kontraktingga $145 zarar, $582 foyda qilasan deyapti. Xohlasangiz mana ko'paytirasiz, mana 2 ni qo'ysangiz $290 zarar deyapti. Va deyapti $1165 foyda qilasan deyapti agar take profitga borsa. Mana shunaqa qilib turib siz anaqalarni o'lchab olasiz. Endi va yana bu yerda rinichni qilib turib, mana prodat qilib olsangiz, joyda ham сделка ochib ketadi. Limitka bilan ishlamayman deb turib, joyda rinichni ya'ni bosib turib, prodatni bossangiz, avtomatik shu yerdan сделка ochib ketadi. Ikkita kontrakt. Mana limitni qo'ysangiz, limitga kelib ochadi. Endi agar satnishinani o'lchamayman desangiz, yana bitta yo'li bor. Mana masalan sell olmoqchisiz, mana bu yerda bundoq kirasiz, limitga o'tasiz, mana limitkani o'zingiz FVGmi, order blogmi, qayerda сделка ochmoqchi o'sha yerga olib borasiz. Stop lossingizni bundoq qo'yasiz. 248 ekan deysiz. TPingizni o'sha TP qayerga qo'ymoqchi bo'lsa o'sha yerga qo'ysangiz, mana tayyor satnishini o'lchaydigan apparat instrumentni qo'ymasangiz ham mana shunaqa qilib turib ochib beradi. Tayyor qilib. Tayyor. Bu yerda ham shu rinichini bosib turib bitta bossangiz joyda market qilib ochib yuboradi. Xohlasangiz limit bilan mana bunday qilib ishlasangiz bo'ladi. Mana shu narsani stop lossni qo'ya olmayotganlar mana shunaqa qilib o'rgansalaring bo'ladi. Hozir bekarga bu TradingView'ni birinchi ko'rsatmadim. Endi keyingi mavzu sal boshqacharoq bo'ladi-da. O'shaning uchun birinchi bundan to'xtalib o'tyapman. Mana shunaqa qilib limitga qo'yib olasizlar, jigarlar. Mana shunaqa qilib limitga qo'yib olamiz. Xo'p. Buni tushundingiz. Xo'p, endi top step ga o'tamiz. Top step hozirgi kunda eng yaxshi prop firmalardan biri hisoblanadi. Xo'p, top step dashboard. Mana bu meni dashboardim. Kirganingizda mana shunaqa dashboard ko'rinadi. Xo'p, hozirgi kunda top step mana top step kirasiz. Top step kirsangiz mana $49 turadi. Top stepni populyarniy deb yozib qo'ygan. O'zi eng zo'ri 50 kasi top step. 50 ga $49 turadi. Faqat bu 1 oylik to'lov.
1 oylik to'lov. Agar siz 1 oy ichida funded bo'lsangiz, yana $149 to'laysiz. Bo'ldi, sizga funded account beradi. Общий $200 tushasiz. $200. Buni ham 1 oylik muddati bor. Funding ticksni biz eslaringda bo'lsa, boya funding ticks haqida gapirgandim. Funding ticksni hozir kunda $50, $55 sotib olasiz, lekin uni o'tkazgandan keyin funded bo'lishi uchun siz yana qayta to'lov qilmaysiz. Lekin top stepda bu narsa bor. Top step 1 oy muddat beryapti. Profit target 3000, undan kattaroq, 5 ta kontrakt ochsang bo'ladi deyapti. Maksimal loss limit, ya'ni yo'qotishing $2000 deyapti. Va $49 ga sizga beradi 50 ga shotni. 1 oy ichida o'tishingiz kerak. O'ta olmasangiz yana $49 to'lab, yana ishlatib ketaverasiz. Lekin 1 oy ichida o'tib qo'ysangiz $149 to'lab siz funded account sotib olasiz. Mana shu populyarность, eng yaxshisi 50 ga o'zi. Nima uchun? Farqi endi qaranglar. $150 общий yo'qotish 3000. Mana bu $50 da 2000 ku. Ikkita 50 ga olsangiz общий yo'qotish 4000 bo'ladi. Lekin bitta 100 ga olsangiz общий yo'qotish 3000 bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Shu yerda $1000 siz ziyoningizga-da bu. Endi 150 ga $4500, 3 ta 50 ga $6000. Yana $1500 mana bu yerdan kamroq общий prosatkasi. O'shaning uchun bu bilan buni tavsiya bermayman. 50 gasi eng zo'r. 3 ta, 4 ta, 5 tagacha olsangiz bo'ladi 50 gadan. Xo'p, mana buni olganingizdan keyin siz dashboardga kirishingiz kerak bo'ladi. Mana bu kirganingizdan keyin o'zini top stepni trading view ga ulab bo'lmaydi. Qolgan hamma futures prop kompaniyalarini trading view ga ulab ishlatsangiz bo'ladi, lekin top stepni trading view ga ulashni iloji yo'q. Trading view ga boyaginday ulab ishlatmaysiz. Lekin buni eng zo'r tarafi bor. Top step X degan platformasi bor, o'zlariniki. Bu o'zi eng zo'r platformalardan biri. Mana bundoq bossangiz, ustiga top step X shundoq bossangiz, Pramoy sizni platformaga olib kiradi. Mana ko'ryapsiz? Bu platformaning zo'r tarafini sizga aytib o'tib ketaman. Bunda tayyor trading view bor. Buni eng zo'r tarafi, bugun $217 ga sotib olgan full trading viewni siz bu yerda ishlatsangiz bo'ladi. O'sha bitta 50 ga account sotib olib turib, siz ishlatsangiz mana 8 ta grafik ochib beradi. 8 ta grafik. Bu zo'r bu. Tayyor trading viewning eng qimmat versiyasini sizga bu Top Step platformasida tayyor tekinga, ya'ni qanday tekinga 50 ga bitta shot olsangiz, mana buni ishlatsangiz bo'ladi. Mana 8 ta grafik bemalol ochib beradi mana. O'zim 2 tani ishlataman, menga 2 ta yetadi mana. Endi oldingiz xo'p, dashboardimiz qani? Mana bunga kirib, ishga tushirishni boshlab, mana kirib Google da ishlatsangiz ham bo'ladi yoki o'zini Top Stepni anaqasi ham bor. Birinchi olganingizda sizga anaqa ham beradi. Ya'ni prilojeniyasini skachat qilib ol deydi. Xohlasang deydi. O'sha yerda skachat qilib olsangiz, mana bundoq tushiramiz. Mana bu yerda menda Top Step X degan platforma turibdi. Bundoq bo'lsa, mana tayyor kirib ketadi. Ko'ryapsiz? Prilojeniyasini bu ham zo'r mana. Tayyor kirdingiz, mana 8 ta grafik beryapti. Zo'r. Endi mana bundoq qolasizda, bunda qanaqa bo'ladi ishlash? Xo'p. Endi buni zo'r tomonlari mana sekundlik time frame ham bor. 1 sekundni borsangiz, 1 sekund ochiladi, 5 sekundni bossangiz, 5 sekund ochiladi. Xohlagan anaqangizni ishlatsangiz bo'ladi. 5 sekundlik time frame juda ham zo'r. Mana shunday qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, endi mana buni yoqib olinglar. Interval degan so'zni yoqib olinglar. Kirib mana ikkita ekranda bo'ladigan bo'limga kirib turib, intervalni bosib olsalaring, buni 1 soatlikka bitta tomonda o'tkazsalaring, ikkinchi tomon ham 1 soatlikka o'tadi. Yoki mana bu grafiklaringni deylik 4 talik qilib olsalaring ham, mana bundoq turib bitta 1 soatlik bo'lsalaring, hammasida 1 soat, 1 soat, 1 soat, 1 soat ochib beradi tayyor. Bu narsa sizga SMT larni ko'rish uchun juda ham qulay bo'ladi. Xo'p.
tak 20 minutga cho'zilib ketyapti. Voy, videomiz juda ham cho'zilib ketyapti jigarlar. Xo'p, endi bunda qanaqa bo'ladi сделка ochishlar. Xo'p, bunda zo'r taraflari hop, mana bu yerdaliklar, mana bu anaqalaysiz turadi. Mana menda minus plus balo battarlar bo'lyapti. Mana minus bo'ldi. Kecha plus bo'ldi. 1052 3 kun minus qilib qo'ydim. Xullas, shunaqa gaplar. Mana tayyor sizga anaqalaysizni ochib beradi. Grafikka qaytamiz. Ikkitalik qilib olamiz. Endi 5 minutlikka o'tib olamiz. Hop. Endi bunda sell buy qanaqa qilib ochamiz? Sell buy qanaqa qilib ochamiz? Mana oldin group trading qilishni o'rgatib qo'yay. Hop, настройка, mana настройкаga bitta bosasiz. Настройкаga bosganingizda mana savdoni nusxalash degan joyi bor. Mana shu yerda mana menda 3 ta akkaunt bor. 3713, 4853, 2761 degan 3 ta akkaunt bor. Mana buni undoq qilib bossam, kopiya qilmaydi. Mana shu yerga mana galchkani bitta bosib turib, o'zgartirishlarni saqlash degan joyini bitta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Mana 3 ta akkauntda ham bemalol bittasida сделка ochsangiz, qolganlarida ham сделка ochib beradi. Ya'ni trade kopiya qilib beradi. Mana xavfsizlik 1 kunlik yo'qotishni men $500 deb belgilab qo'yganman. Agar $500 o'tib ketsa, avtomatik сделкаlarni yopib, blokka tushib qoladi va ertangi kuni menga ochishga ruxsat beradi akkauntni. Xo'p, yana anaqaga qaytamiz. Endi bitta buy sell mana chap tarafimizda, ya'ni o'ng tarafimizda sotib oling, soting degan joyi bor. Buni ham xohlasangiz tilini angliyskiy qilsangiz bo'ladi, o'zbekskiy qilib olsangiz bo'ladi. Menga o'zbekcha qulay, o'zbekcha qilib olganman. Mana faqat mana bu yerda kotirovkani tanlashingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda Nasdaq turibdi. Men bunda faqat Nasdaqda ishlayman. Siz xohlasangiz bundoq turib, tilla balobatlar mana M6B funt turibdi, yevro turibdi, tilla turibdi. Xullas mana shu yerga kotirovkani yozishingiz kerak bo'ladi va mana shartnomalar degan joyda mana 2, xohlasangiz 4, xohlasangiz 5 qilib ketaverasiz. Endi wire trade weightda siz akkauntlarni trade kopiya qilayotganingizda kontraktlaringizni ko'paytirib ochardingiz-ku, bu yerda unaqa emas. Mana bitta kontrakt, mana bir turibdi. Birda masalan deylik sotish, mana sizlar uchun mana bitta sotdi mana. Order failed bo'ldi. Mana shunday qilib bitta ochgangizda mundoq turib stopini mana $170 mana $80 mundoq qo'ysangiz mana $300 ko'rsatyapti. Mana shunday qilib turib mana stop lossingizni qo'ysangiz bo'ladi. Mana sizlar uchun $10 minusdaman. Xohlagan joyga stop loss qo'ysangiz bo'ladi. Bu marketga kirib ketsangiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tipisi ham mundoq o'zini tortsangiz, mana tipingizni ham ko'rsatib turaman. $500 mana shu yerga kelsang $500 pul bo'ladi deb tayyor ko'rsatib beradi. Va mana shunday qilib turib, prosta X ni mundoq bossangiz mana $4 bilan foydada yopilib ketadi. Mana ko'rdingizmi? Endi bu yerda limitga qanaqa qo'yasiz? Limitga ham juda ham oson. Mana bundoq qilib turasiz. Mishkani chap o'ng tugmasini bosasiz. Mana bu yerda yozib qo'ygan limit sell. Bitta kontrakt, ikkita kontrakt, 3, 4, 5, 6. Masalan, bitta kontrakt bosib, mana bu yerga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Stop lossini qanday qo'yamiz? Xuddi boyagidek stop lossini bundoq turib, buy stop qo'yib qo'yasiz. Mana bitta buy stop qo'yib qo'ysangiz, mana stop loss bo'ladi siz uchun. Endi bunda boya aytdim-ku, Funding Ticksga o'xshab turib, TradeWeight-ga o'xshab turib, akkauntlar soniga, kontraktlar sonini ko'paytirib o'tirmaysiz. Bitta sell ochilsa, 3 ta qolgan akkauntlaringizda hammasida bittadan kontrakt sell ochiladi. Market qilib ochsangiz ham, limit qilib ochsangiz ham ko'paytirib o'tirmaysiz. Mana bitta sell limit qo'yib qo'ydik-ku. Hozirgi limitkani oladigan bo'lsa, avtomatik 3 ta akkauntimizda ham sell limitlar ishga tushadi bittadan. Xo'p, mana bundoq ochasiz tagini, mana bugungi holat, mana tak savdolar, mana bugun $3 foyda bilan yopildi deyapti boyagi zerkamiz. Bu hammasiga tegishli. Mana hisoblar, 3 ta hisob hammasiga tegishli bo'ladi. Ko'rdingizmi? Endi
Endi bularni x qilib tashlaymiz. Endi mana bu yerga savol. Xo'p, limit qo'ydim. Bitta limit, stop, buy stop qo'yapman, bitta buy stop. Xo'p, buni orasidagi anaqani qanday bilamiz degan savolga, qayerda stop qancha zararli masalan bilmaysiz hozir, mana ko'rsatmaydi. Mana to'g'rimi? Ko'rsatmayapti. Buni bilish uchun men o'zim qiladigan ishim trading view'ni ochaman. Trading view'ga ulangan akkauntimda hisoblab olaman. Ya'ni productni bosaman, limitkani bosaman, FVG ga olib boraman. FVG dan kirmoqchi bo'lsam, например, stopni qo'yaman. Ha, demak, ikkita kontrakt olsam $300 ekan. Yo'q, menga ko'plik qiladi deb turib, например, misol uchun birni qo'yaman. Ha, $161 ekan deb turib, o'zimcha mana shu yerda hisob kitobini olib olaman. Ha, tipimga shuncha ekan, demak stop 1 mi? Demak, top stepga o'tib 1 qo'yib qo'yaman. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa qilib turib hisoblasa bo'ladi. Yoki men bu yerga 4 ta kontrakt qo'yaman. Ha, demak menga $600 mana. Например, bu misol uchun o'zingiz stopingizga qarab hisoblayverasiz. Ha, demak $500 bo'lar ekan deb turib, top stepga kirib turib, o'sha FVG ga borib turib, bundoq qilamanda, sell limit borib 5 ta kontrakt mana sell limit qo'yib qo'yaman. Stop lossimni bundoq boramanda buy stop qo'yib qo'yaman. 5 ta buy stop qo'yib qo'yaman. Bo'l. Mana shu limitga hisoblanadi. Top stepda mana shuni hisoblaysiz. Yana bitta yo'li bor. Leninkani olasiz. Shotdan shotgacha bundoq hisoblaysiz. Nechta tiks. Ya'ni safety'larda pips bo'lsa, bunda tiks hisoblanadi. Tiks 277 ko'rsatyapti stop lossimizgacha. Mana bu yerda kiradigan 277. Ya'ni bu degani bitta kontraktga shuni yarmi. Ya'ni deylik 300 qayerdan boshlanadi ekan? Bundoq qilaylik. Mana bungacha 300. Mana shu yerdan FVG ni boshlanishi ekan. Mana shu yerdan 300 ko'rsatyapti. Lineyka bilan, Ctrl Shift bilan bundoq turib bosib, mishkani bundoq olib borsak, 300 ko'rsatyaptimi? Demak, bitta kontraktga shunda bizga beradi $150 zarar beradi shu yergacha. Ya'ni mana 300 ko'rsatyapti-ku, bitta kontraktga shuni yarmini beradi. Davay shuni endi hisoblab ko'ramiz. Tradingga o'tamiz. Xo'p, bitta kontrakt qo'yamiz. FVG ni boshlanishiga olib kelamiz. Mana, ko'rdingizmi? $150. Mana. Mana top step 300 ko'rsatyapti-ku, bitta kontrakt siz FVG dan kirmoqchi bo'lsangiz, mana highga stop qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana 300 ko'rsatyapti. 300 tiks. Bu degani, sen bitta kontrakt ochsang, shu yerdan shuni teng yarmiga bo'lib yuboring, bo'ldi, sodda. Teng yarmiga bo'lib yuborasiz. Mana shuni teng yarmiga bo'lsangiz, birga shunday bo'lsangiz, bu bo'ladi 150. Ya'ni siz mana bu yerdan bitta kontrakt ochsang, mana bu yergacha $150 zarar qilasan, deyapti. Mana trading view'ga o'tasiz, mana FVG ni boshlanishiga 1 qo'yib qo'yganman, mana 151 ko'rsatdi. To'g'rimi? Endi yanada sodda qilmoqchiman. Yana mayli, buni ham o'chirib tashlaymiz. Keyin mana shu FVG dan hisoblaymiz. Mana bunday qilamiz. Voy 300. Endi yana shuni tushunishingiz uchun ikkita kontrakt necha bo'ladi? Shu yerdan shu yergacha ikkita kontrakt $300 bo'ladi. Ko'rdingizmi? Boya yarmiga bo'lib o'tirmaysizda. 300 ko'rsatyapti-ku, mana 300. Ikkita kontrakt ochsam, demak, shu yerdan shu yergacha $300 zarar qilaman ekan deb turib, tiksga o'tib turib, mana bu yerga xolasangiz, o'sha nechta kontrakt ochmoqchi bo'lsangiz, necha stop lossingizni hisoblab turib, 2 ta, 3 ta, 4 ta qo'yib ketaverasiz. Mana shuna qilib hisob kitob qilinadi. Xo'p, video yarim soat bo'lib ketdi, jigarlar. Tez-tez tushuntirishga harakat qildim. Qo'ldan kelguncha rozi bo'linglar ajratgan vaqtlaringga va albatta like bilan podpiska bilan qo'llab-quvvatlab qo'yinglar jigarlar. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Charchamanglar.